ota-onaga yaxshilik qilish Qur'oni Karimda Alloh taologa ibodat qilish, unga hech narsani sherik qilmaslik bilan birga zikr qilingan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Allohga ibodat qilingiz va unga hech narsani sherik qilmangiz, ota-onalarga esa yaxshilik qilingiz. Niso surasi 36-oyat. Alloh taolo o'zining roziligini ota-onaning roziligiga bog'lab qo'ydi. Bu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Ridor robbi fi ridol validayn va saxatuhu fi saxatihima. Ravohu Tabaroniy. Alloh taoloning roziligi ota-onaning roziligida, uning g'azabi esa ota-onaning g'azabidadir. Imom Tabaroniy rivoyati. Demak, Alloh taoloni rozi qilaman degan odam ota-onasini rozi qilsin. Allohning g'azabidan qo'rqqan kishi ota-onasini ranjitishdan qo'rqsin. Ota-onaning farzandi haqqiga qilgan duosi ham mustajob duolardandir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. 3 ta duo borki, ular shaksiz ijobatdir. Mazlumning duosi, musofirning duosi va ota-onaning farzandi zarariga qilgan duosi. Imom Tirmiziy va Imom Abu Dovud rivoyatlari. Ota-onaga oq bo'lish, turli ozorlar berish va ularni qarovsiz qoldirish katta gunohlardandir. Ibn Umar roziyallohu anhuma aytadilar: Bukaul validayni minal uquqi val kabair. Ravohul Buxoriy. Ota-onani yig'isi oq bo'lish va katta gunohdir. Imom Buxoriy rivoyati. Farzandlar bilib bilmay ota-onasini yig'latgan, xafa qilgan bo'lsalar, hech kechiktirmasdan Alloh taologa tavba tazarru qilib, ota-onalaridan yolvorib, kechirim so'rab, ularni xursand qilishga harakat qilmoqliklari lozim.